Kuz mavsumining qurg'oqchil kelishi va boshqa qator sabablar ob-havoning sifatiga salbiy ta'sir qilmoqda. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, havo sifatiga tabiiy va antropogen omillar birgalikda ta'sir o'tkazmoqda. Iqlim o'zgarishi, qurg'oqchil, isitish, transport va qurilish chiqindilari ushbu omillar sirasiga kiradi. Davlatimiz tomonidan mamlakatimizda ekologik barqarorlikni ta'minlash, atrof muhit musaffoligini saqlash borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Prezidentimizning joriy yil 19 noyabrdagi ekologiya va turizm sohalarida aholi talablariga tezkor javob bera oladigan boshqaruv tizimini yaratish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida bu borada zarur vazifalar belgilab berilgan. Ayni yo'nalishdagi ishlar jarayonida ekologlar tomonidan berilgan tavsiyalar asosida ishlab chiqarish korxonalarida zararli moddalarning atmosferaga chiqarilishini kamaytirish, ekologik me'yorlarga rioya qilish bo'yicha modernizatsiya ishlari amalga oshirilmoqda. Muxbirimiz Shahzod Sultonovning reportaji shu haqda. Mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasining asosiy qismi issiqlik elektr stansiyalariga to'g'ri keladi. Qayd etish kerak, 2025-2026 yillarda kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish jarayonida bu borada tizimli ishlar amalga oshirildi. Jumladan, issiqlik elektr stansiyalari aksiyadorlik jamiyati tizimidagi Toshkent issiqlik markazi korxonasining 9 ta issiqlik markazidagi 13 ta qozonda mukammal va 47 tasida joriy ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Yakkasaroy tumanidagi mazkur Toshkent issiqlik elektr markazida ham 5 ta qozon agregati va bitta gaz turbina qurilmasi ta'mirlandi. Korxonada mazut yoqilg'isidan to'liq voz kechilgan bo'lib, elektr va issiqlik energiyasi faqat tabiiy gaz asosidagi zamonaviy qurilmalar orqali ishlab chiqarilmoqda. Markazda yangi zamonaviy loyihalarni joriy etish maqsadida 2024-yilda Turkiya bilan hamkorlikda umumiy quvvati 64 megavat bo'lgan 2 ta gaz turbina qurilmalari ishga tushirildi. Natijada yiliga atrof muhitga chiqarilayotgan zararli moddalarni 200 tonnaga kamaytirishga erishildi. Yangi qurilmalar orqali yiliga qo'shimcha 515 million kilovatt-soat elektr va 630 gigakaloriya issiqlik energiyasini ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Shuningdek, elektr markazida 4 ta avtomatik monitoring stansiyasi va bitta ekopost o'rnatildi. Gaz tarmoqlarida mexanik birikma filtrlari yangilandi. Bu yerda bir vaqtning o'zida ham issiqlik energiyasi, ham elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Bizda havoga chiqindilarni chiqarishni monitoring qilish maqsadida statsionar kuzatuv punkti, ya'ni ekopostlarimiz tashkil qilingan. Bunda o'sha o'zini normalari asosida barcha o'sha monitoring olib boriladi. Agar deylik o'sha qaysidir moddamizni miqdori oshib ketadigan bo'lsa, o'sha ma'lum bir signallarimiz chiqib bizga xabar beriladi va ekologlarimiz tomonidan bu muammolar bartaraf etiladi. Bundan tashqari avtomatlashtirilgan oqova suvni qayta ishlovchi tizimlarimiz joriy qilingan. Biz bunda o'sha oqova suvlarni qattiq chiqindilar, zararli bo'lgan moddalardan tozalab, toza suvni qayta ishlab foydalanamiz. Qayd etish kerak, Toshkent shahridagi 9 ta issiqlik markazining 6 tasida mazut yoqiluvchi qozonlarga gazlarni absorpsiya qilish usulida filtrlash tizimi joriy etildi. Shuningdek, mazutni mexanik birikmalardan tozalash qurilmalari o'rnatildi. Ahamiyatli esa Toshkent shahrida mazut yoqilg'isidan foydalanishning oldini olish maqsadida 4-son issiqlik markazi hududida yil yakuniga qadar 100 megavat quvvatga ega bo'lgan gaz porshinli elektr stansiyasini ishga tushirilishi ham ko'zda tutilgan. Mazkur 100 megavat quvvatga ega bo'lgan gaz porshinli elektr stansiyasining ishga tushirilishi natijasida 50 ta yangi ish o'rinlari yaratilib, yiliga 876 million kilovatt-soat elektr energiyasi va 784 ming gigakaloriya issiqlik energiyasi ishlab chiqariladi. Buning natijasida esa 15 million kubometr tabiiy gazning iqtisod qilinishiga erishiladi. Mazkur elektr stansiyasi orqali o'rtacha 365 ming xonadonni elektr va 58 ming xonadonni issiqlik energiyasi bilan ta'minlash imkoniyati yaratiladi. Mazut favqulodda holat sodir bo'lgan paytda issiqlik ta'minotida uzilish bo'lmasligi uchun ishlatiladigan zaxira yoqilg'isi. Asosiy yoqilg'i tabiiy gaz. Bu kuz-qish mavsumi hali mazut zaxirasidan foydalanishga ehtiyoj bo'lgani yo'q. Sababi buni texnologiyasi gazdan ko'ra ancha qiyinroq. Toshkent issiqlik markazi 4-sonli issiqlik markazini hududida yirik quvvatli kogeneratsion issiqlik markaz ishga tushirish loyihasini amalga oshiryapmiz. Loyihani umumiy qiymati 65 million dollar deb belgilangan. Bu Xitoyga Sintec WePower korxonalari bilan birga amalga oshirilmoqda. Deyarli tugatilib ishga tushirildi. Sinov tariqasida tarmoqqa ma'lum miqdorda energiya berib turibdi. Oldin faqat gaz yoqish hisobiga issiqlik energiyasini sotgan bo'lsak, hozir ham elektr energiya sotilishini hisobiga deyarli 20% dan ko'proq miqdorda issiqlik energiyasining tannarxini kamaytirishga yordam beradi.
Bugungi kunda qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushini oshirish muhim vazifalardan biriga aylanib boryapti. Xorijiy investorlar bilan hamkorlikda yo'lga qo'yilayotgan loyihalar orqali iqtisodiyot tarmoqlari zamonaviy texnologiyalar asosida rivojlanyapti. Pirovardida esa aholini uzluksiz issiqlik hamda elektr energiyasi bilan ta'minlab, atrof muhitga chiqarilayotgan zararli chiqindilarni kamaytirishga erishilyapti.